Qunut duosini yodlamagan odam vitr vojibda qunut duosini o'rniga nima o'qiydi? Ba'zi birlar so'raydi, domla, qunut duosini yodlamadim, o'rniga Ixlos surasini Qur'oni Karimdagi oyatlar o'qib qo'ysam bo'ladimi deydi. Azizlar, duoni o'rniga hech qachon Qur'oni Karimdagi suralar o'qilmaydi. Ya'ni o'sha Ixlos surasi bo'lsin, Falaq, Kavsar, balkim qunut duosini yodlamagan odam yodlagunigacha faqat tezroq yodlash kerak. Qunut duosini yodlamagan odam yodlagunigacha Robbighfirli, Robbighfirli, Robbighfirli deb 3 marotaba aytishi mumkin yoki Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar duosini o'qishlari mumkin. Albatta bu manba, bu ma'lumotlar bizni o'sha Hanafiy mazhabimizdagi mu'tamad bo'lgan kitoblardan olib aytilyapti. Demak, qunut duosini yodlanmagan odam vaqtinchalikka bu, ya'ni bu misol uchun endi namozni boshlagan, hali yoki yodlashga ulgurmagan odam haqida endi. Lekin bu qolganlarga ham tegishli. Tezroq yodlaylar qunut duosini azizlar. Qunut duosi chunki o'sha vitr vojib namozida 3-rakatida qunut duosini o'qishlik hukmi nima? Vojib. O'sha namozning vojibi hisoblanadi. Shunday ekan, qunut duosini tezroq yodlaylik.